Biz ota-onamiz kimligini biz tanlay olmaymiz. Biz tanlay oladigan qismimiz bor, tanlay olmaydigan qismimiz bor. Tug'ma, genetik iqtidorlarimiz bo'lishi mumkin qaysi bir sohada, ularni tanlay olmaymiz. Lekin tanlay oladigan tomonlarimiz bor. Insonni taqdirini xarakteri belgilab beradi. PGP Juniorga bordimda, kechki vaqt ishdan keyin o'g'limda darsi bor edi. Darsini kuzatish uchun bordim. Ustoz tashqariga chiqqan ekan, chuqur kirishib qilyapti. Dars yakunlangandan keyin ustoz bilan gaplashdim. Ota-onalarni xohishini, talabi nima xohlayapti ota-onalar degan. Ota-onalarni xohlayotgan narsasi bolasi ilmni tezroq olsin, ya'ni robototexnika yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, kichkina narsa emas, kattaroq narsa qilsin. Tezroq o'rgansin degan talab qo'yayotgan ekan. Lekin men aytaman ularga, bolaga to'g'ri ilm kerak, robototexnika kerak. Undan muhimroq narsalar bor-da. Undan muhimroq narsa degani bolani tartib intizomi, birorta narsaga ishtiyoq bilan kirishib, shuni oxiriga yetkaza olish ko'nikmalari muhim. Lekin ota-onaga bu ko'nikmadan ko'ra u robototexnikada nimadir yasagani muhimroq. Ya'ni Fathullo aytayaptilarki, agar dedi 3 oyda bola rezultat qilmasa, nimadir yasamasa olib ketib qoladi. Ya'ni unga o'sha nimadir yasashi muhim deyapti. Lekin men aytaman, ota-onalarga tushuntiringlar, bu narsa bizga robototexnikadan ko'ra bolada shakllanadigan ko'nikma muhim. Shu ko'nikma uchun kelish kerak, bu ilmni olish kerak. Yana bitta holatda aytaman, bilasizlar, robototexnikada mayda detallar juda ko'pda, hamma narsasi bor va uni tartib bilan saqlash detallarni tezroq topib olishingizga yordam beradi-da. Agar dedi o'zi qoidasi bo'yicha robototexnikada masalan bir 2 ta yoki 3 ta darsda o'shani faqat tartiblashni o'rgatsam deydi, guruhning yarmi qolmaydi deydi. Ya'ni ularga deydi tezroq bir narsani yasab ko'rishi muhim deydi-da. Shu nuqtai nazardan keyin men ularga tushuntirdim. Bolaga, masalan, shaxsan men o'zimda 2 ta farzandim bor edi. Menga to'g'risi qilayotgan narsalari o'zi uchun muhim, kerak. Bu narsani ham men ikkinchi darajaga qo'ymoqchi emasman, lekin menga eng muhimi u yerda orttirilayotgan ko'nikmalar men uchun muhimdi. Shu nuqtai nazardan ota-onalarda ham mindset o'zgarish kerak. Agar biz deydi endi juniorda har 3 oyda tadbir bo'ladi deydi, o'zini qilgan ishlarini. Agar yetarlicha narsa ko'rsatmasa deydi, bolasini olib ketib qoladi deydi. Lekin men ularga aytdim, shu yerda payvandlash ishlari ham bor-da, birorta ishni mukammal qilishni o'rganish kerak-da. U ishni o'zini qilishni emas, o'sha ishni mukammal qilishni o'rganish kerak birinchi qaror. Ikkinchi narsa, bu yerda birorta ish berilsa, o'shani oxiriga yetkaza olish ko'nikmasi shakllanishi kerak va o'zini biriktirilgan o'sha inventarlarni to'g'ri saqlash ko'nikmasi shakllanishi kerak. Bu ko'nikma nima uchun kerak? Hayotda hamma narsani tartib bilan saqlasak, o'zi hammasi to'g'ri ketadi-da. Shu nuqtai nazardan bu yerda uni tartiblamaydi-da, keyin detallar yo'qoladi. Hayotda ham shu tartiblamasak nimadirlar yo'qotamiz-ku. Bu ham hayotning bir kichkina bir modeli-da, u yuribdi. Shuni hayotni modeli deb qarasa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hayotni bir falsafasi nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, insonni taqdirini belgilab beradigan muhim jihatlar bor-da. Biz tanlay oladigan qismimiz bor, tanlay olmaydigan qismimiz bor. Tanlay olmaydigan qismimiz biz ota-onamiz kimligini biz tanlay olmaymiz yoki o'zimizda bo'lgan bir tug'ma genetik iqtidorlarimiz bo'lishi mumkin qaysi bir sohada, ularni tanlay olmaymiz. Lekin tanlay oladigan tomonlarimiz bor. Tanlay oladigan narsalarimiz, men juda ko'p hayotda ko'rgan narsa, insonni, men aytaman, insonni taqdirini xarakteri belgilab beradi. Xarakter esa qanday shakllanadi? Xarakter bu bizani ko'nikmalarimizni yig'indi so'z aslida. Ko'nikmalarimiz yig'indisi. Ko'nikmalar qanaqa paydo bo'ladi desa, odatlardan shakllanadi. Odatlar nimadan shakllanadi desa, odatlar bu ma'lum bir ishlarni takror qilishdan shakllanadi. Ya'ni oldiga qarab yuradigan bo'lsak, bizda qaysi bir mashg'ulot bajarishimiz kerak. Bu takror qilganimizdan odat, mana oddiy boyagi robototexnikada o'sha o'zini inventarlarni to'g'ri jihozlash ham bu tartiblash. Ertaga bu katta hayotga ko'chadi-da. Katta hayotda ham birorta ishni tezroq qilaman deb turib tuzadigan holatlar juda ko'p bo'ladi. Tartibli qilsangiz, u mana shuning uchun bizga u yoshligida masalan ertaga o'sha o'rgangan narsalari hayotda o'rgangan degan narsa o'sha robototexnikani o'zini hayotda ishlatmaydi. Lekin undan orttirilgan ko'nikmalarni ishlatamiz-da biz. Shu nuqtai nazardan ota-onalar shun tomoniga muhimroq qilib e'tibor berishini men xohlardim.